Sergeli 4-metro bekati yonginasida Titanik domni ko'pchilik biladi. Titanik domni orqasida 9 qavatli domimizda 7-qavatidan 4 xonalar alohida bo'lgan planirovkasi juda ham chiroyli uyimizni ko'rsatamiz. Kadastr dokumentida kvadrat 9275 kvadrat, narxi 69900 taqilgan. Katta oilalar uchun juda ham zo'r uy. Lokatsiyasi juda ham bomba. Metro yaqingina, yon atrofda Korzinka, bog'cha, maktablar hammasi bor. Adresdan ko'rsatadigan bo'lsak, ikkita xonadon, liftlari bor, ishlab turibdi. Kirganimizda o'zini shkop, garderob qilib foydalanadigan joylari bor. Perxoshka juda ham uzun, keng bo'ladi. Xonalar alohida. O'ng qo'lda birinchi xonamiz zal bo'ladi. Ko'rganlaringizda 5 ga 5 katta zal, holatda, toza holatda kirib esa bo'ladi. 0.8 ga 8 metr balkon ham bor. Ochib olsalar juda ham katta zal bo'ladi. Bu yoqda o'zini alohida bolalar yotoqxonasi, ixchamgina. Bu yerda ko'p narsa bor ekan, bular hammasini chiqarib tashsa bo'ladi. Hammasi qoladi. Chiqarib tashsa ham bo'ladi. Ko'chaga qaragan romlari bor. Almashgan yangiga uyimiz issiqxona ekan. 3-xonamiz ota-ona yotoqxonasi, xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qilib ham foydalansa bo'ladi. Bu devorda o'tsa katta bitta xona bo'ladi. Bu yoqda 4-xonamiz juda ham katta ota-ona yotoqxonasi. Holati o'rtacha toza holatda, remont qilsa ham bo'ladi bitta. Bu yoqda 4-xonamiz ota-ona yotoqxonasi. Ko'rganlaringizdek, kattagina kengish. Bu yoqda alohida o'zining vannaxonasi. Alohida hojatxonasi. Oshxonasi juda ham keng, ko'rganlaringizdek. Bitta kухonni mebel yasatib, stol qo'yib, o'tirib choy ichishga sharoitlari keng bo'ladi. Gazli dom bu, lokatsiyasiga gap yo'q. Metro yonginasida akvarimlarga almashgan, uyimiz issiqqina, 0.8 ga 8 metrli balkoni bor. Balkoni ochiq ekan, yopib olish kerak. Bugun Toshkentda birinchi qor, juda ham sovuq. Sovuq bo'lsa ham sizlarga uyli bo'lishingiz uchun sizlarga juda ham qulay variantni ko'rsatyapmiz. Qor juda ham chiroyli yog'yapti. Metro liniya shundoqqina yonida. Ko'rganlaringizdek metro ham kelyapti mana. Lokatsiyasiga gap yo'q. Yon atrofda bog'cha, maktab, korzinkalar bor. Uyli bo'ling kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Pastda nomer qoldiramiz. Nomerga aloqa qilsangiz hamma ma'lumot beramiz.